Salom do'stlar, bugun siz bilan juda muhim mavzuda gaplashamiz. Agar sizda uy, kvartira, yer uchastkasi yoki boshqa ko'chmas mulk bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Yaqinda qabul qilingan yangi qonunlar ko'chmas mulk egalari uchun jiddiy o'zgarishlarni olib keldi va bu har birimizga bevosita ta'sir qiladi. Agar bu ma'lumotlarni o'z vaqtida bilmasangiz, jiddiy moliyaviy muammolarga yoki hatto mulkingizdan ayrilib qolishingizga ham olib kelishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu sizga juda katta yordam beradi, ishonchim komil. Avval qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Ko'pchilik mulk egalari uchun ko'chmas mulk bilan bog'liq jarayonlar ancha murakkab va vaqt talab qiladigan jarayon edi. Misol uchun, mulkni rasmiylashtirish, sotish yoki hadya qilish uchun bir qator idoralar eshigini taqillatish, uzoq navbatlarda turish, turli xil hujjatlarni to'g'irlash va oxirida ba'zida qo'shimcha xarajatlarga duch kelish odatiy hol edi. Soliqlar masalasida ham mulkning kadastr qiymati ko'pincha bozor qiymatidan ancha past baholanganligi sababli to'lanadigan soliq miqdori unchalik sezilmas edi. Ba'zi hollarda ba'zi mulk turlari uchun imtiyozlar ko'pligi sababli mulk egalari soliq yukini deyarli his qilmas edilar. Biroq bu holat endi butunlay o'zgarmoqda. Davlatimiz ko'chmas mulk sektorida shaffoflikni oshirish, adolatli soliq tizimini joriy etish va barcha jarayonlarni raqamlashtirish orqali aholiga qulaylik yaratish yo'lidan bormoqda. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu ko'chmas mulkning kadastr qiymatini bozor narxiga yaqinlashtirish va shunga mos ravishda soliq yukini qayta ko'rib chiqishdir. Ya'ni avvalgi kabi mulkingizning soliq qiymati ancha past baholanmasdan uning real bozor qiymatiga qarab soliq hisoblanishi mumkin. Ikkinchi muhim o'zgarish esa ko'chmas mulk bilan bog'liq barcha operatsiyalarni, xususan oldi-sotdi, hadya qilish, ijara kabi jarayonlarni raqamlashtirishga qaratilgan qonuniy choralar kuchaytirildi. Endi ko'plab hujjatlarni yig'ish va navbat kutishning o'rniga elektron xizmatlar orqali bir necha qadamda amalga oshirish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Shu bilan birga noqonuniy qurilishlar va ruxsatsiz o'zgartirishlarga qarshi kurash ham yangi bosqichga ko'tarildi. Avvallari bu kabi holatlarga ko'z yumilishi yoki yengilroq jazo choralari qo'llanilishi mumkin bo'lgan bo'lsa, hozirda jarimalar miqdori oshirilib, hatto mulkni buzishgacha bo'lgan jiddiy oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Mazmuniy qism, yangi qonunlarning chuqur tahlili. Nima bilish kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerak? Keling, har bir jihatni batafsil ko'rib chiqamiz. Chunki aynan shu yerda ko'plab savollar paydo bo'ladi va ko'pchilik noto'g'ri xulosalarga kelishi mumkin. Birinchidan, ko'chmas mulk solig'i bo'yicha o'zgarishlar. Bu ehtimol ko'pchilikni eng ko'p tashvishga soladigan masala. Ilgari ko'chmas mulk solig'i uning kadastr qiymatidan kelib chiqib hisoblanar edi. Ko'pincha bu kadastr qiymati mulkning real bozor qiymatidan aytaylik 2-3, ba'zida esa 5 barobar past bo'lishi mumkin edi. Bu esa mulkdorlarga nisbatan soliq yukini sezilarli darajada kamaytirar edi. Misol uchun, Toshkent shahrining markazida joylashgan bozor narxi 1000 AQSh dollar bo'lgan bitta kvartiraning kadastr qiymati 20 000 dollar atrofida baholanar edi. Agar soliq stavkasi aytaylik 0,2% bo'lgan bo'lsa, mulk egasi yiliga atigi 20 000 ish soliq to'lardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgaradi. Yangi qonunchilikka ko'ra ko'chmas mulkning kadastr qiymati uning bozor narxiga imkon qadar yaqinlashtiriladi. Ya'ni yuqorida keltirilgan 1000 dollarlik kvartiraning kadastr qiymati endi 80 000 dan 90 000 dollargacha bo'lishi mumkin. Bu degani soliq stavkasi lol-ixm bo'lib qolsa ham mulk egasi yiliga 1000 dollardan 1000 dollargacha soliq to'lash kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, soliq to'lovlari bir necha barobar oshishi mumkin. Bu o'zgarishlar ayniqsa qimmatbaho mulk egalariga, ya'ni shaharlar markazida, prestijli tumanlarda joylashgan uy-joylarga, yirik yer uchastkalariga va tijorat obyektlariga ega bo'lganlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ular uchun soliq yukining oshishi sezilarli darajada bo'ladi va shaxsiy byudjetlarni qayta rejalashtirishga to'g'ri keladi. Biroq qishloq joylarda unchalik katta bozor qiymatiga ega bo'lmagan mulklar egalari uchun bu o'zgarishlar unchalik katta ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Chunki ularning mulkining bozor qiymati ham kadastr qiymati ham sezilarli darajada oshmaydi. Bundan tashqari, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun, masalan, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar
ko'p bolali oilalar uchun soliq imtiyozlari saqlanib qolishi yoki hatto kengaytirilishi kutilmoqda. Shu sababli, agar siz shunday toifaga kiruvchi shaxs bo'lsangiz, bu borada xavotirlanishga hojat yo'q. Aksincha, mavjud imtiyozlarni aniqlab olishingiz va ulardan foydalanish choralarini ko'rishingiz kerak. Ikkinchidan, ko'chmas mulk bilan bog'liq bitimlarni raqamlashtirish va shaffoflashtirish. Bu sohada ham jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Ilgari ko'chmas mulkni sotib olish, hadya qilish yoki boshqa biron bir bitimni amalga oshirish uchun notarius idorasiga shaxsan borish, ko'plab hujjatlarni qog'oz shaklida tayyorlash va uzoq navbatlarda kutish talab qilinardi. Bu jarayon nafaqat vaqtni, balki nervlarni ham talab qilardi. Endilikda yangi qonunlarga ko'ra, ko'chmas mulk bitimlarining aksariyati raqamli platformalar orqali amalga oshirilishi uchun sharoit yaratilmoqda. Misol uchun, endi siz uy yoki kvartira sotmoqchi bo'lsangiz, dastlabki hujjatlarni e-notarius yoki shunga o'xshash elektron hukumat portallari orqali yuklashingiz, shartnoma loyihasini onlayn tarzda kelishib olishingiz va hatto ba'zi bir ma'lumotlarni elektron imzo yordamida tasdiqlashingiz mumkin bo'ladi. Bu jarayon nafaqat tezlikni oshiradi, balki shaffoflikni ham ta'minlaydi. Chunki barcha operatsiyalar raqamli iz qoldiradi. Masalan, oldin bir kvartira sotish uchun kamida 3-4 kun vaqt ketgan bo'lsa, yangi tizim orqali bu jarayonni bir kun ichida yoki hatto bir necha soatda yakunlash mumkin bo'ladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Raqamli texnologiyalardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch keladigan keksa yoshdagi shaxslar yoki internetga kirish imkoniyati cheklanganlar uchun dastlabki bosqichda biroz noqulayliklar tug'ilishi mumkin. Ammo davlat bunday holatlarni ham hisobga olib, elektron xizmatlar markazlarida, masalan, davlat xizmatlari markazlarida yoki banklarda tegishli yordam ko'rsatish tizimini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Shu sababli, agar siz raqamli texnologiyalardan uzoq bo'lsangiz, qo'rquvga tushishga hojat yo'q. Shunchaki tegishli idoralarga murojaat qilsangiz, sizga barcha zarur yordam ko'rsatiladi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Raqamli texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan yosh va faol fuqarolar uchun bu o'zgarishlar faqatgina qulaylik yaratadi. Uchinchidan, noqonuniy qurilishlar va ruxsatsiz o'zgartirishlar masalasi. Bu sohada ham qonunchilik ancha qat'iylashdi. Ilgari ko'plab fuqarolar o'z mulklarida ruxsatsiz qurilishlar, masalan, qo'shimcha xonalar, mansardalar, garajlar qurish yoki kvartiralarni qayta rejalashtirish ishlarini amalga oshirardilar. Bunday holatlar ba'zida qo'shnilar bilan kelishmovchiliklarga, bino konstruksiyasining mustahkamligiga salbiy ta'sir ko'rsatishga va kommunal tarmoqlarga ortiqcha yuk tushishiga olib kelardi. Endi vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonunchilik noqonuniy qurilishlar va ruxsatsiz o'zgartirishlarga qarshi kurashni kuchaytirdi. Agar siz o'z mulkingizda ruxsatsiz bino qurgan bo'lsangiz yoki uning planini o'zgartirgan bo'lsangiz, hozirda jiddiy oqibatlarga duch kelishingiz mumkin. Misol uchun, shahar markazida bir xususiy uy egasi o'z hovlisiga ruxsatsiz ravishda ikkinchi qavat qurib, uni ijaraga berishni rejalashtirdi. Yangi qonunlar kuchga kirgach, nazorat organlari buni aniqladilar va mulkdorga katta miqdorda, aytaylik, minimal ish haqining 7 baravaridan 100 baravargacha jarima tayinladilar. Undan tashqari, mulk egasiga qurilmani ma'lum muddat ichida o'z hisobidan buzish majburiyati yuklatildi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Noqonuniy qurilishlarga ega bo'lganlar o'z mulkida ruxsatsiz o'zgartirishlar kiritganlar. Agar sizda shunday holatlar mavjud bo'lsa, zudlik bilan tegishli organlarga murojaat qilib, vaziyatni qonuniylashtirish choralarini ko'rishingiz lozim. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Barcha qurilish va o'zgartirish ishlarini qonuniy yo'l bilan tegishli ruxsatnomalarni olib amalga oshirgan mulk egalari xavotirlanishga hojat yo'q. Ular uchun bu qonunlar faqatgina adolat va shaffoflikni oshiradi. Mazmuniy qism 2. Istisnolar, kutilmagan muammolar va sirli nuanslar har qanday qonunda bo'lgani kabi, bu yangi qonunlarda ham istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan murakkab jihatlar va kutilmagan muammolar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab boshi berk ko'chalardan qutqarishi mumkin. Birinchidan, soliq imtiyozlari borasidagi nozik jihatlar. Yuqorida aytib o'tganimdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun soliq imtiyozlari saqlanib qolishi kutilmoqda. Ammo bu imtiyozlar har doim ham avtomatik ravishda qo'llanilmasligi mumkin. Misol uchun, bir pensionerning uyida uning farzandi yoki nabirasi ro'yxatda tursa va ular faol ishlaydigan yoshda bo'lsa, ba'zi tumanlarda yoki ba'zi mulk turlari uchun bu imtiyozlarni qo'llashda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.
yoki bir oy shaxsning ikkita mulki bo'lsa, unda imtiyozlar faqat bitta mulk uchun. Odatda kichikroq bo'lganiga yoki doimiy yashash joyi sifatida ro'yxatdan o'tganiga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Bu degani, sizda bir nechta mulk bo'lsa, ularning har biri uchun alohida soliq hisoboti kelishi va har biriga imtiyoz qo'llanilmasligi ehtimoli yuqori. Shuningdek, imtiyozni olish uchun siz uni o'z vaqtida rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Agar siz imtiyozga haqli bo'lsangiz, lekin uni rasmiylashtirish uchun belgilangan muddat ichida murojaat qilmasangiz, sizga to'liq soliq hisoboti kelishi va ortiqcha to'lovlarni amalga oshirishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Shu sababli imtiyozga haqli bo'lgan har bir shaxs o'zining hududidagi soliq inspeksiyasiga murojaat qilib, imtiyozlarni qo'llash tartibi va zarur hujjatlar ro'yxatini aniqlab olishi shart. Ikkinchidan, raqamlashtirishning yashirin xavflari va qulayliklari. Raqamlashtirish albatta juda katta qulaylik. Biroq uning o'ziga xos pitfallari ham bor. Misol uchun elektron imzo, e-imzo bilan ishlashda ehtiyot bo'lish kerak. Sizning e-imzoingiz orqali har qanday elektron hujjatni tasdiqlash mumkinligini unutmang. Agar sizning e-imzoingizga ruxsatsiz kirish imkoniyati yaratilsa, bu sizning nomingizda noqonuniy bitimlar amalga oshirilishiga olib kelishi mumkin. Misol uchun, bir kishi o'zining e-imzosini maxfiy saqlamagan yoki kompyuterni himoyalamaganligi sababli firibgarlar uning nomidan kvartirasini boshqa shaxsga o'tkazishga urinishgan. Bunday holatlar noyob bo'lsa-da, ehtiyotkorlik hech qachon zarar qilmaydi. Shuning uchun imzo kalitingizni hech kimga bermang. Uni xavfsiz joyda saqlang va kompyuteringizni doimiy ravishda viruslardan himoyalab turing. Yana bir nuansi shundaki, ba'zi mulk bitimlari hali ham shaxsiy ishtirokni talab qilishi mumkin. Masalan, chet el fuqarolari ishtirokidagi bitimlar vasiylik ostidagi shaxslarning mulki bilan bog'liq operatsiyalar yoki sud qarori asosida amalga oshiriladigan bitimlar uchun an'anaviy tartiblar saqlanib qolishi mumkin. Shuning uchun har bir holatda e-notarius tizimi orqali maslahat olish yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish zarur. Uchinchidan, noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirish imkoniyatlari va muddatlari. Yangi qonunlar faqat jazolarni emas, balki ba'zi hollarda noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirish imkoniyatini ham beradi. Biroq bu har doim ham shunday emas va buning o'ziga yarasha shartlari bor. Agar sizning noqonuniy qurilishlaringiz yoki qayta rejalashtirishlaringiz binoning konstruktiv mustahkamligiga ziyon yetkazmasa, kommunal tarmoqlarga salbiy ta'sir ko'rsatmasa, qo'shnilaringizning huquqlarini buzmasa va xavfsizlik talablariga javob bersa, uni qonuniylashtirish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Ammo bu jarayon ham o'ziga yarasha byurokratik jarayonlarni o'z ichiga oladi. Misol uchun, siz qurilish nazorati organlariga murojaat qilishingiz, texnik xulosa olishingiz, loyiha hujjatlarini tayyorlashingiz va tegishli ruxsatnomalarni qayta rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Eng muhim nuansa shundaki, qonuniylashtirish uchun belgilangan muddatlar mavjud. Agar siz bu muddatlarga rioya qilmasangiz va o'z vaqtida murojaat qilmasangiz, mulkingizni buzish masalasi ko'tarilishi mumkin. Shuningdek, hamma noqonuniy qurilishlar ham qonuniylashtirilmaydi. Agar sizning qurgan binoingiz qizil chiziqlar ichiga kirsa, yong'in xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzsa yoki boshqa fundamental qurilish normalariga zid bo'lsa, uni qonuniylashtirish deyarli imkonsizdir. Bunday holatlarda sizga faqatgina buzish buyrug'i beriladi. Shuning uchun, agar sizda shunday muammo mavjud bo'lsa, zudlik bilan arxitektura va qurilish bo'limlariga, mahalliy hokimiyatga murojaat qilib, vaziyatni aniqlashtirishingiz va eng maqbul yechimni topishga harakat qilishingiz kerak. Kechikish faqat vaziyatni yomonlashtiradi. Amaliy maslahatlar, sizlar nimalar qilishingiz kerak. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu yangi qonunlar sharoitida sizning harakatlaringiz qanday bo'lishi kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar bilan tanishib chiqing. Birinchi qadam, mulkingizning kadastr qiymatini aniqlang va soliq yukini baholang. Buning uchun siz davlat kadastr palatasining hududiy bo'linmalariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. O'zingizning shaxsiy kabinetingizga kirib, mulkingizga tegishli soliq xabarnomalarini tekshiring. Agar qiymat oshganini ko'rsangiz, bu sizning soliq yukingiz ortganini anglatadi. Agar sizda soliq imtiyozlari bo'lsa, ularni rasmiylashtirish uchun soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. Buning uchun pasport, mulk hujjatlari va imtiyozga asos bo'luvchi hujjatlarni tayyorlab bo'lishingiz kerak bo'ladi. Murojaatni yozma shaklda 2 nusxada topshirib, bir nusxasiga belgi qo'ydirib oling. Ikkinchi qadam,
ko'chmas mulk bitimlarini elektron tarzda amalga oshirishga tayyor bo'ling. Agar yaqin kelajakda mulkingizni sotib olish, hadya qilish yoki ijara shartnomasini tuzishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, elektron imzo, e-imzo olishga g'amxo'rlik qiling. E-imzo davlat xizmatlari markazlaridan olish mumkin. U bilan ishlashni o'rganing va maxfiyligini ta'minlang. Agar sizda texnik imkoniyatlar yetarli bo'lmasa, davlat xizmatlari markazlaridagi mutaxassislardan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga barcha jarayonlarni tushuntirib berishadi. Uchinchidan, noqonuniy qurilishlar yoki qayta rejalashtirishlarni qonuniylashtirish choralarini ko'ring. Agar sizda mulkingizda ruxsatsiz qurilishlar yoki o'zgartirishlar mavjud bo'lsa, zudlik bilan mahalliy arxitektura va qurilish bo'limiga yoki hududiy qurilish nazorati inspeksiyasiga murojaat qiling. Vaziyatni tushuntiring va qonuniylashtirish imkoniyatlari haqida ma'lumot oling. Qonuniylashtirish jarayoni qanday bosqichlardan iboratligini aniq bilib oling va belgilangan muddatlarga qat'iy rioya qiling. Agar qonuniylashtirishning iloji bo'lmasa, buzish bo'yicha buyruq kelmasdan turib, o'zingiz bu ishlarni amalga oshirishni rejalashtiring. Bu sizni katta jarimalardan va majburiy buzish xarajatlaridan qutqaradi. 4-qadam. Doimiy ravishda yangiliklardan xabardor bo'lib turing. Qonunchilik doimiy ravishda o'zgarib turadi. Shu sababli rasmiy manbalardan, masalan, huquqiy axborot portallaridan, Davlat soliq qo'mitasi va kadastr agentligining rasmiy veb-saytlaridan yangiliklarni kuzatib boring. Bizning kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Xulosa va yakuniy chaqiruv ko'rib turganingizdek, ko'chmas mulk sohasidagi yangi qonunlar har bir mulkdor uchun jiddiy ahamiyatga ega. Ular bir tomondan mulkdorlarga qulayliklar yaratishga va jarayonlarni shaffoflashtirishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ba'zi majburiyatlar va javobgarlikni oshiradi. Eng muhimi bu o'zgarishlardan xabardor bo'lish, qonun talablariga rioya qilish va harakatlaringizni o'z vaqtida amalga oshirish. Agar siz ushbu videodagi maslahatlarga amal qilsangiz, ko'plab muammolardan qochishingiz va mulkingizni ishonchli himoya qilishingiz mumkin bo'ladi. Unutmang, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi. Bu boradagi fikrlaringizni va o'z tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa foydalanuvchilar uchun ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz kelgusida ham siz uchun foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Hammaga rahmat.